Bir ayol kelib Ibn Mas'ud roziyallohu anhuga aytdiki, siz qoshini terganlarni Alloh la'natlagan debsiz. Ha dedim. Men Qur'onni o'qib chiqdim boshidan oxirigacha. Ha Qur'onda qoshini terganlar haqida so'z yo'q ekan, hozirgi gapda. Ibn Mas'ud aytdi, Qur'oni Karimda "Va ma atakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu" oyatini topdingizmi dedi. Ya'ni Muhammad payg'ambar o'zi sizlarga atoni etgan narsani olinglar, u zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar deganini o'qidingizmi? Ha o'qidim dedi. Demak Muhammad alayhisalom aytgan narsani Alloh taolo aytgan bo'laveradi. Payg'ambarimiz la'natladimi? Qoshini terganlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tili bilan la'natlangan bo'lsa, demak Alloh taolo ham uni la'natlagan bo'ladi. Tushunarlimi? Birodarlar, Qur'onni juda katta qismini tushunishimiz uchun sunnat kerak bizga. Qur'on nima? Qur'on bizni dasturul amal bo'lsa, sunnat uni sharhi, ro'zani fiqhi, hajni fiqhi Qur'onda aytilmagan, umumiy aytib qo'yilgan. Haj qilinglar, ro'za tutinglar, zakot beringlar. Tushunyapsizmi endi? Qur'onni sharhlab beradi bizga sunnat. Kim sunnat kerak emas desa, bu odam dindan chiqadi. Hatto sunnatni masxara qilsa ham dindan chiqadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomat kunida o'zining havzini oldida turar ekanlar. Bir to'p ummatlaridan bo'lgan kishilar ichkani hovuzning oldiga kelishdi. Shunda malaikalar ana shu ummatdan bir toifa kishilarni hovuzdan qaytarishadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hum ashabi, ular meni ummatim, meni ashoblarim deganda malaikalar aytadi, sizdan keyin bular nima ish qilganliklarini bilmaysiz. Ya'ni bid'atlarda ko'p kirishib olgan, bid'atchi bo'lgan bular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi haydaydi ularni, nari bo'laydi. Xayrul kalami kalamulloh, xutbalarda aytamiz. So'zlarning eng yaxshisi Allohning so'zi. Va xayru hadiya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yo'llarning eng yaxshisi Muhammad alayhisalomning yo'li. Eng yaxshi yo'l Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning yo'li.